Azizlar, biz omon-omon dasturini jonli efirda davom ettiryapmiz. Eng muhimi sizdan kelayotgan SMS-nomalar ham bizni quvontiryapti. Hozir hammaga omad yor bo'lsin deb yurtdoshlarimiz, bizni bag'rikeng o'sha muxlislarimiz SMS-nomalar qoldirishgan. Omadli tomoshabin bugun bir emas, 3 kishi bo'ladi nasib etsa orangizda. U siz bo'lishingiz mumkin. Har kuni My5 telekanalini shunchaki 16:00 dan 18:30 gacha tomosha qilib, sirli 4 ta raqamni promo bank botga jo'natib, qo'shimcha ballarni yiqqanlar tayyor turavering. Bugun g'olib bo'lasiz. Va munosib ballarni to'plagan qadrdonlarimizdan 3 nafarlari hozir g'olib bo'lish arafasida. Demak, eng birinchi sovg'amiz televizor bo'ladi. Albatta. Televizor sohibi kim bo'ladi? Uni aniqlash uchun esa biz monitorga qaraymiz va tasodifiy raqamlarni aniqlash tizimiga e'tibor qaratamiz va o'sha ball to'plagan omadli qadrdonlarimiz ichidan bir nafarini bizga aniqlab beradi. Xo'sh, omad yor bo'lsin, hammaga diqqat qilasiz. Tasodifiy raqamlar generatori bugungi omadli tomoshabin kim ekanligini bir necha soniyalarda bizga taqdim etadi. Omad yor bo'lsin, qani ketdik. Mana kodimiz aniqlanishni boshladi. Aha, 91 Demak, kodi bilan. 91 kodi orqali. Agarda raqamingiz 91 bilan boshlansa, xursand bo'lishni boshlab turing. 9036 raqam egasi, biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. Tabriklaymiz. Ofarin, televizor sohibi yoki sohibasi. Hozir ular Demak, haqida ayrim raqamlar ko'rib turganingizdek bu yerda berkitilgan va hozir bizga o'z sohasining mutaxassislari, texnik xodimlarimiz to'liq ma'lumotni taqdim etishadi va unga e'tibor qaratgan holda biz g'olib bo'lgan qadrdonimiz omadi kulgan insonga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. albatta telefonlarga hushyor bo'ling. Azizlar, g'oliblarimiz faqatgina omon-omon dasturida aniqlanadi. Shuning uchun har tong 6:45 dan boshlab omon-omonni ko'rsangiz, nasib etsa, mana shu niyatga yarasha bo'ladi. Muhimi, hamma narsa yaxshi niyat bilan boshlanadi. Xo'sh, g'olibimiz haqida batafsil ma'lumotlarni taqdim etsak bo'ladi. Demak, 9036 raqam egasi Amon Ramazonov. Biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. Ularga allaqachon qo'ng'iroq qilindi. Va ular javob berdilar menimcha. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Buxoroga bog'landik, to'g'rimi? Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Juda yaxshi. Demak, to'g'ri bog'landik. Mening yurtim telekanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Omon-omon dasturidan Kamina Ruslanbek, yonimda Umidaxon borlar. Bilasizmi, hozir nima sodir bo'ldi? Nima yutib oldingiz, bilasizmi? Yo'q. Televizor yutib oldingiz. Biz sizni chin dildan tabriklaymiz. Mening yurtim telekanaliga sadoqat bilan yondashganingiz uchun, tomosha qilganingiz uchun, raqamlarni o'z vaqtida yuborganingiz uchun kerakli ballarni qo'lga kiritgansiz va hozir biz sizni g'olib deya e'tirof etdik. Xursandmisiz? Uxlayaptilar-chi? Menimcha yaxshi his qilmayaptilar hozir. Ertalabdan sal og'irroq bo'lyapti va umid qilamizki, kun davomida sizga kayfiyat bag'ishlaydi bu voqea. Televizorda bizni ko'rib o'tiribsiz? Ha, juda yaxshi. Ana endi sezildi sal. Yaxshi, har tong omon-omon dasturini tomosha qiling va albatta vaqtida raqamlarni yuborishda va qo'shimcha ballarni to'plashda bardavom bo'ling deymiz. Televizor muborak, tabriklaymiz. Albatta muborak bo'lsin. Yaqinlarga buni tavsiya qilsalar bo'ladi. G'oliblik muborak bo'lsin. Tez kunlarda nasib etsa sovg'angiz sizga yetib boradi. Bu haqda yana batafsil ma'lumotlarni dasturdan so'ng ma'murlarimiz bog'lanib sizga yetkazishadi. Ana, bir nafar ishtirokchimizni xursand qildik. Endi esa keyingi televizor egasini aniqlashimiz kerak. Demak, bizda ikkinchi televizor bir kunning o'zida shuncha sovg'a. Qani, yana e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Telekanalimiz ham juda bag'rikeng. Uni ko'rganlar biladi. Demak, har bir kunda sovg'a aniqlanishi kerak va biz ularni yig'gan holda hafta g'oliblarini ham aniqlash harakatidamiz. Demak, bizda boshlandi keyingi jarayon. Omad yor bo'lsin. Xo'sh. Demak, bu safar 99 kodi orqali 3 ta raqamlarni berkitib qo'yamiz, albatta sizni xavfsizligingiz uchun va keyingi 4 ta raqam 81. Tabriklaymiz. Televizor muborak bo'lsin. Bir necha soniyalarda siz haqingizdagi ma'lumot kelib tushadi. Faqatgina iltimos qilamiz, promo bank botga o'zingizni o'sha ismni, familiyani yozayotganda to'g'ri yozishingizni iltimos qilamiz. Ba'zan esa o'sha noto'g'ri ismlar bilan kirishadi. G'olib bo'lamizmi, yo'qmi qabilida yozishadi. G'olib bo'lib qolib, keyin so'raganimizda hayratlanib o'tirishadi. Ba'zan holatlar bo'ladi-da. Bunga o'zingiz sababkorsiz. Demak, diqqat qilamiz. Hozir
diqqatli bo'lamiz. Xo'p, keyingi g'olibimiz haqida to'liq ma'lumotlar allaqachon mana yetib keldi. 3381 raqam egasi. Biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. Shahnozaxon Nurmatova ekanlar. Allaqachon qo'ng'iroqni amalga oshirdik va ularni yiqqan ballari 284 ball ekan. Demak, zo'r davom etyaptilar, lekin inobatga oling, ballingiz necha bo'lishidan qat'iy nazar sizda g'olib bo'lish imkoniyati bo'ladi. Chunki ko'rib turganingizdek tasodifiy tarzda aniqlayapmiz g'oliblarni va ular bizga javob berdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shahnozaxonga bog'landik, to'g'rimi? To'g'ri. Juda Navoiydan. yaxshi. Navoiylik Shahnozaxonmi bu ish qilib? Albatta, Navoiy Xatirchi tumanida. Juda yaxshi. Omon-omonni ko'ryapsizmi yo'qmi hozir? Afsuski, endi unaman nasib bo'lsa. Lekin nima bo'lganidan xabaringiz bor, to'g'rimi hozir? Albatta. Nima bo'ldi yutib oldingiz? deysiz? Bilmayapman-da. Bilolmayapsiz. O'zimiz ma'lum qilamiz. Demak, televizor muborak bo'lsin. Chin dildan tabriklaymiz. Omadi kulgan muxlislarimiz safidasiz. Albatta. O jarayonda qanday ishtirok etdingiz? Qarindoshlarim bilan ulandim. Har kuni skaner qilib raqamlarni jo'natdim. Aha. Muntazam jo'natyapsiz, to'g'rimi? Albatta. Eng katta sovg'amizdan ham xabaringiz bor-a? Ha, shuni tushunayapman. Ha, bardavom bo'ling unda. Hozircha esa televizor muborak bo'lsin deymiz. Xursandmisiz? Katta rahmat. Tabriklaymiz. Quvonchingizga Muborak sherigimiz. bo'lsin. Xursandmiz. Salomat bo'ling. Albatta mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanishadi, sovg'angizni yetkazishadi. Buxoro, Navoiy ketma-ketlikda ketyapmiz mana. Xo'sh, keyingi omadli tomoshabin kim bo'ladi? Ularga esa bir emas, 3 ta sovg'amiz bor. Ya'ni sovutgich, kir yuvish mashinasi va televizor mana ortimda turibdi. Mana shu 3 ta sovg'a bir vaqtning o'zida sizniki bo'lishi mumkin. Haqiqiy omad egasi desak bo'ladi ularni, chunki bir emas 3 ta sovg'ani birdaniga qabul qiladilar. Xo'sh, ular kim? Hafta g'olibi kim? Diqqat bilan kuzatamiz. Omad yor bo'lsin. Har bir tomoshabinga omadli tomoshabin aksiyasini hafta davomidagi eng muvaffaqiyatli ishtirokchisi kim? Demak, jarayon boshlandi. Bu safar 94. Aha, keyingi 3 ta raqamlarni sir tutamiz. 50 60. Tabriklaymiz. Hozir endi ma'lumotlarni kutamiz. Mutaxassislarimiz bizga yuboradilar. Muborak bo'lsin. Juda ham xuddi o'zim yutib olgandek xursand bo'lyapman. Albatta, sovg'a ulashish ham bu insonga zavq beradi. Baxt gormonlarini ishlab chiqaradi. Shuning uchun bugun 8-dekabr sanasida ham yaqinlarga sovg'a ulashing. Va ma'lumot yetib keldi bizga. Demak, ismlari Dostonbek ekan muxlisimizni. Ularga qo'ng'iroq qilaman, ma'lumotlarni siz o'qib. 50-60 raqam egasi tabriklaymiz yana bir bora. Otajonov Dostonbek Farg'ona viloyatidan ishtirok etibdilar. Yiqqan ballari 33 ball ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaqinda ishtirok etishni boshlagan bo'lsangiz ham g'olib bo'lishingiz mumkin. Faqatgina o'sha yuqori ballar g'olib bo'ladi degan xayoldan yiroq bo'ling. Bugunoq ishtirok etishni boshlasangiz ham sizda imkoniyat bor. Chunki aksiya 26-dekabr sanasiga qadar davom etadi. Ungacha bemalol qo'shimcha ballar yig'ib, bemalol yutib olishingiz mumkin. Keyingi ikkinchi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Bu hayajonli o'sha sovg'alarimizni, daqiqalarni ularga tezroq yetkazish harakatidamiz. Demak, sizdan o'sha ariza to'ldirayotgan paytingiz qo'shimcha raqam ham so'rashadi. Har ehtimolga qarshi hozirgidek vaziyat bo'lmasligi uchun. Demak, birinchi raqamlari ochiq ko'rsatdi, ikkinchi raqamlarga qo'ng'iroq qilyapmiz. U ham 50-60 raqami ekan. Aha. Bizda chaqiruv gudoklari bor. Dostonbek, sizni kutyapmiz. Dostonbek Otajonov, tabriklaymiz sizni. 1994-yilda tavallud topgan ekanlar. Qolgan ma'lumotlaringizni ham aytaman, hozir telefon ko'tarmasangiz. Qolgan ma'lumotlarni ham aytaman, tezroq ko'taring. Xo'sh. Eshitib qoldilar ular. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dostonbekka bog'landik, to'g'rimi? Albatta. Assalomu alaykum. Televizor ko'ryapsiz-a, menimcha. Albatta. Juda yaxshi. Omon-omon dasturidan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Qanaqa aksiyada ishtirok etgandingiz? Shu omadlik tomoshabin. Tomoshabin aksiyasi. Juda yaxshi. Xo'p, har kuni ko'ryapsiz, raqamlarni yuboryapsiz. Omadli tomoshabin o'zingiz bo'ldingiz. Bugun omadli tomoshabin bo'ldingiz. Nima yutib oldingiz? Rahmat. Endi bilmadim.
Ha, bilib Ko'ryapman dedingiz-ku hozir. Ko'ryapti ro'dan. Aha, hayajonlandingiz-a demak. Sovg'ani eshitmay qoldingiz. Men ko'rsataman, ayting-chi. Televizorga qarab turibsizmi? Yo'g'i bilamiz hozir. Yo, tashqariga chiqib. Ha, tashqariga chiqdilar. Ular tinchroq gaplashish uchun, hayajonlanmasdan gaplashishlari uchun. Bilasizmi, siz 1 emas, 2 emas, 3 ta sovg'ani yutib oldingiz. Dostonbek, tabriklaymiz. Rahmat. Maishiy texnikalar to'plami. Kelinoyim, oyijoningiz, oila a'zolarini rosa xursand qiladigan bo'ldingiz-da. Albatta, sovutgich, Rahmat. kir yuvish mashinasi, sovutgich, kir yuvish mashinasi, televizor 3 ta sifirda sizniki bo'ldi. Suyunch olsangiz bo'ladi. Muborakbod etamiz Dostonbek, yaqinlarni ham tabriklab qo'ying. Mening yurtim telekanaliga sodiq qoling, jarayonda bardavom bo'ling. Mutaxassislar siz bilan bog'lanishadi. Albatta. Shunaqa bayramlar qo'shaloq bo'lyapti. Yurtdoshlarimiz bugun mana g'olib bo'lgan omadiy tomoshabinlarimiz erta tongdan omon-omonni ko'rib, mana shu xush xabarlarni eshitib hozir sakrab o'tirishibdi. Doimo mana shunaqa xursandchiliklar sizga hamroh bo'lsin. Va hozir qanaqa qilib yutsa bo'ladi? Hozir g'olib bo'lganlar qanaqa qilib yutishyapti degan savol bilan turgan bo'lsangiz diqqat qilasiz. Biz sizga batafsil ma'lumotni taqdim etamiz. Yaxshilab ko'ring, eshiting va qoidalarni yodlab oling. Siz ham g'oliblar safiga qo'shilishingiz mumkin. Marhamat. Kuzating. My5 ni ko'ring. 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha. Sirli raqamlarni elektron pochta belgisi Promobank botga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon-omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CD platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.